Diqqat, o'zbek fuqarolariga tezkor xabar. Endi haj va umraga borish O'zbekiston fuqarolari uchun majburiy bo'ldi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Endilikda haj va umraga borish uchun yagona portal orqali ro'yxatdan o'tish majburiy bo'ldi. Vazirlar Mahkamasi qarori bilan haj va umra yagona portali ishga tushirildi. Endi ziyoratga borish istagidagi fuqarolar portal orqali ro'yxatdan o'tishi shart. Endilikda ziyoratchilar haqidagi ma'lumotlar portalga kiritilmasdan turib, safarlarni tashkil etishga yo'l qo'yilmasligi qayd etildi. Shuningdek, endi haj va umraga to'langan puldan cashback olish ham mumkin bo'ladi, deyiladi ma'lumotda.